Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nabiyyina Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin va suyukli, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovatlar va salomlar bo'lsin. Farzand tarbiyasida muhim qoidalarni o'rganayotgan edik. Mana shu qoidalarni o'rganishlikda davom etamiz. Albatta bu qoidalar bizlarga farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilishlikka inshaalloh vasila bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan bunga muvaffaq qilishlikni so'raymiz. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan qoidamiz farzandlarimizga yaxshilab chiroyli quloq soluvchi bo'lishligimiz. Agar farzandlarimizga ularni gapiga, ularni dardiga quloq solmasak, farzandlar boshqalarga o'tishlikka harakat qiladi. Ya'ni boshqalarga shu gapini gapirishlikka o'tadi. Va boshqalarga o'zini sirlarini, g'amlarini, muammolarini, mushkulalarini boshqalarga ochib beradi. Shu bois ulamolar aytadiki, ota-ona farzandlarini gapiga, dardiga, muammolariga, tushunmayotgan narsalariga quloq solishligi kerak. Bu degani ota-ona farzandi bilan gaplashsin degan. Ko'p ota-onalar farzandlarini tanimaydi, farzandlarini bilmaydi. Nimaga bilmaydi? Dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lib qolganligi uchun. To'g'ri, ba'zan tirikchilik qilaman deydi, ularga nafaqa deydi. Shuning uchun ertalab ketadi, kechqurun keladi. Yoki uzoq joylarga pul topishlik uchun safar qiladi va u joylarda yillab, 2 yillab qolib ketadi. Va farzandi bilan orasida suhbat, gaplashishlik bo'lmaydi. Bola bo'lsin, katta inson bo'lsin, uni ichida g'amlari bo'ladi. Uni dardlari bo'ladi. Uni gapirishlikni xohlaydigan, istaydigan sirlari bo'ladi. Ichida o'tayotgan narsalari bo'ladi. O'shalarni agar ota-onasiga chiqaradigan bo'lsa va ota-onasi shu narsalarni eshitadigan bo'lsa, keyin ota-onani o'sha farzandini o'sha muammosiga yechim topishligi oson bo'ladi va unga to'g'ri tarbiya berishligi unga ochiladi. Inson shunaqangiki, o'zini dardini, o'zini g'amini bir kimsaga aytishlikni xohlaydi. Bo'lib ham bu narsalar, ya'ni bolalarni ichidagi g'amlari, tushunmovchiliklari yoki har xil narsalari kattalashgani sari ko'payib boraveradi. Bu balog'at yoshiga yaqinlashgani sari ko'payib boradi. Hattoki diniy narsalarda tushunmovchiligi bo'ladi. Yoki yana boshqa dunyoda bo'layotgan ishlarni tushunmaydi. Yoki oilada bo'layotgan ishlarni tushunmaydi. Ba'zan dadasini tasavvurini yaxshi tushunmay qoladi. Uni onasi unga o'tirib, quloq solib, uni gaplarini eshitib, unga javob berishligi kerak. Yoki onasini qilayotgan ishlarini tushunmay qoladi. Mana shunda onasi o'zi yoki otasi buni chiroyli qilib unga tushuntirib berishligi kerak. Ko'pincha ba'zi gaplarni bola gapirganda o'zini aqlidan kelib chiqib, tajribasizligidan kelib chiqib, hali to'g'ri dunyoga to'g'ri qara olmaganligidan kelib chiqib, ba'zi gaplarni, xato gaplarni gapirishligi mumkin, kulgili gaplarni gapirishligi mumkin, yoqmaydigan gaplarni gapirishligi mumkin. Ya'ni aqlga to'g'ri kelmaydigan gaplarni ham gapirib qo'yishligi mumkin. Mana shu holatda ota-ona uni ustidan kulishligi, shunaqa ham gap gapirasanmi deb uni jerkishligi, unga qo'pollik qilishligi, uni so'kishligi ba'zan yoki urishligi, shunaqa gap ham gapirasanmi deb. Bu bolani ota-onadan uzoqlashtiradi. Va o'sha muammoga ota-onasidan javob topolmagandan keyin boshqadan javob topishga harakat qiladi. Keyin boshqa odam unga noto'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsa, noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, o'shanga qarab turib, unga noto'g'ri fikr, noto'g'ri tushuncha kirib qoladi. Adashishlikni yo'llaridan ham biri mana shu. Yosh bola yoshligida nima narsa unga kiritilgan bo'lsa, nima narsa unga berilgan bo'lsa, o'shan bilan sug'oriladi u. Nima bilan sug'orilgan bo'lsa, keyin o'sha sug'orilgan narsasiga qarab turib bola yuradi. Yomon narsalar kiritilgan bo'lsa, yomon ma'lumotlar berilgan bo'lsa, yomon tushunchalar, yomon e'tiqodlar, yomon fikrlar, yomon g'oyalar bolaga berilgan bo'lsa, bola shu narsalar bilan sug'orilgan bo'lsa, o'sha fikrlar, o'sha g'oyalar asosida hayotini katta bo'lganda o'tkazadi. Shuning uchun salaf solihinlar yoshlik paytida
bir insonni yaxshi bir odamga ilm olishlik uchun ro'paro bo'lishligi bu Alloh taoloning unga katta bo'lgan ne'matlaridan deb aytishadi. Ota-ona mana shu vazifani qilishligi kerak. Haqiqatda muammo deb qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p bolalarda muammo bor. Nimaga muammo bor? Ichidagi narsasini uyda ota-onasiga gapirmaydi, ko'chadagi o'rtoqlariga gapiradi, unga gapiradi, bunga gapiradi, siri ochiladi. Ba'zan bu unga yomonlik olib keladi, ba'zan yaxshilik olib kelishligi mumkin. Va hokazo har xil narsalarga bu sabab bo'ladi. O'sha narsa ota-onaga gapiriladigan bo'lsa, ota-ona eshitadigan bo'lsa, undan oldin ota-ona o'zini tarbiyalashlik kerak, o'zini to'g'rilashligi kerak. Bolasi gapirganda o'tirsin, eshitsin. Telefonda ushab turgan paytda bolasi kelib gapiradigan bo'lsa, telefonni bir chekkaga qo'ysin, bolasini eshitsin. Vaqtini ajratsin. Uzoqda turgan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, mehnat qilayotgan bo'lsa, pul topayotgan bo'lsa, telefon qilib bolasi bilan gaplashib tursin. U yosh bo'lsin, katta bo'lsin farqi yo'q. Kichkinaligidan u o'zi otasi bilan, onasi bilan gaplashishni xohlaydi, dardini otasiga, onasiga aytishni xohlaydi. Shuning uchun ko'chada birov urgan bo'lsa, uni birov xafa qilgan bo'lsa, to'g'ri kelib yoshligida onasiga aytadi: "Ona falonchi meni so'kdi, falonchi meni haqorat qildi, meni urdi, xafa qildi" deb. Yoki otasiga qochadi, otasiga boradi. Nimaga? Chunki otam meni himoya qiladi deydi. Chunki otam menga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi deydi. Chunki otam menga yaxshilikni xohlaydi deydi. Yoshligida mana shunday bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin balog'at yoshiga yaqinlashayotgandan keyin o'z-o'zidan ota bilan farzand o'rtasida uzoqlik paydo bo'laveradi. Uzoqlashib ketadi. Vaholanki o'sha paytda yaqinlashlik kerak o'zi. 1 yoshligida, 2 yoshligida, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh, 7 yoshligida yaqin bo'ladi. Kattalashgani sari 9 yosh, 10 yosh, 12 yosh, 13 yosh bo'lgan sari uzoqlashaveradi. O'z vaholanki mana shu yoshda yaqinlashlik kerak yana ham. Bolani tushunishlik uchun, bolani xatolarini to'g'rilashlik uchun, bolaga to'g'ri ko'rsatmalar, to'g'ri yo'llamalar berishlik uchun. Bizdagi mana bu katta ota-onalardagi katta muammolardan. Bolasiga quloq solmaslik, bolasi bilan o'tirib gaplashmaslik, oilaviy bir suhbat uyushtirmaslik. Albatta oilaviy bir suhbat bo'lishlik kerak. Aylangani chiqib suhbatlashsin, uyda o'tirib suhbatlashsin. Alohida buni tashkil qilishlik kerak. Alohida choy ichamiz, telefonlar ushlanmaydi, telefonlarga qaralmaydi, o'tirib suhbatlashamiz. 13 yosh, 14 yosh, 15 yosh, 16 yosh bolalari, qizlari bo'lsin, hammalari o'tirsin, davra qurishsin, suhbat davrasi bo'lsin va buni oldindan belgilansin. Har birimiz o'zimizning muammolarimizni aytamiz deb kelishib buni gapiriladigan bo'lsa, ota-onalar bolalaridagi muammolarni eshitib turadi. Va keyin o'shanga qarab turib, ularni tarbiya qiladi. Xato yo'lga ketayotgan bo'lsa, to'g'rilaydi. To'g'ri yo'lga ketayotgan bo'lsa, yana ham uni rag'batlantiradi, yana ham kuchaytiradi. Mana bu bilan farzandlar isloh bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning odatlaridan, Rasulullohning mana sunnatlariga, siratlariga qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhbatlashardilar. Ashablari bilan suhbatlashib o'tirardilar. Va yosh bolalarni ham gaplariga qarardilar. Gaplariga quloq solardilar. Bemalol bitta kichkina qizcha kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni gapirsa, Rasulullohga gapirsa yoki bir kichkina bola Rasulullohga gapirsa, qo'rqmasdan ular gapira olardi. Chunki Rasululloh jerkimas edilar. O'zlariga gapirishlikdan, o'zlariga savol berishlikdan qaytarmas edilar. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi muhabbatni, mehrni, samimiyatni ko'rishganda ular yana ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan gaplashishni xohlashardi. Yosh bola bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, qul bo'lsin, joriya bo'lsin, kim bo'lsin, Rasulullohning oldiga kelib Rasululloh bilan gaplashaman desa, bemalol gaplasha olgan. Rasululloh uzoq muddatlab uni gapiga quloq solib, uni gapini uzmasdan turganlar ba'zi o'rinlarda. Ayollar kelib Rasulullohga gapirishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning gapiga quloq solganlar. Mana bu Rasulullohning sunnatlari. Rasululloh bizga mana shu tarbiyani berganlar. Anas ibn Malik bo'lsin, Abdulloh ibn Abbos bo'lsin, Abdulloh ibn Umar bo'lsin, yana boshqa yosh sahobalar, Jabir ibn Abdulloh, qancha yosh sahobalar bilan Rasululloh suhbatlashib o'tirganlar, ular bilan suhbat qurganlar. Yosh bolalar bo'lgan ular, balog'atga yetmagan, ba'zisi 10 yosh, ba'zisi 9 yosh, ba'zisi 11 yosh. Anas ibn Malik Rasululloh hijrat qilib borganlarida 9-10 yosh bo'lgan. Anas ibn Malikning gaplariga quloq solib o'tirganlar, Rasululloh gaplarini eshitganlar. U bilan chiroyli suhbat qurganlar. Sen kichkinasan-ku, sen nimani ham bilarding, sen nimani ham to'g'ri gapirarding deb haydamaganlar. Borsan bizni gapimizga aralashma, bor nariyoqda tur, eshitib tur deb davradan chiqarib yormaganlar. Hammalari o'sha yerda qanaqa suhbat bo'lgan bo'lsin, o'tirgan gaplashib o'tirgan. Ayrim ota-onalar mehmon kelsa, uyga bir odamlar keladigan bo'lsa, qo'ni-qo'shni chiqadigan bo'lsa, o'g'illari kelib, farzandlari kelib, qizlari kelib o'sha davraga qo'shilib, biz ham suhbatga sherik bo'laylik deb o'tirsa nima qiladi? Chiqarib yoradi. Borsan aralashma dedi, sen eshitadigan gaplar bo'lmayapti dedi.
To'g'ri, ba'zan u eshitmasligi kerak bo'lgan gaplar ham bo'lishligi mumkin. Lekin ko'p holatlarda oddiy gaplarni gaplashib o'tiradi, lekin bolalarini davraga qo'shgisi kelmaydi. Yo'q, qo'shilsin, o'tirsin, gaplashsin, o'rgansin. O'shan bilan tajriba bo'ladi, o'shan bilan ilm oladi, o'shan bilan ota-onasiga yaqinlashadi. Mana bu eng muhim tomonlar. Ko'p otalar, ko'p onalar bolalarining his-tuyg'ularini, ularni ichidagi narsalarini bilmaydi. Bilmaganligi uchun bolasi bir axloqsizlik qiladigan bo'lsa, tarbiyasizlik qiladigan bo'lsa, uni tushunmasdan kelib keyin soladi, uradi. Bu unga dori bo'lmaydi, bu uni tuzatishlik bo'lmaydi, balki yomonlikka yana ham kirib ketishligiga ko'p holatlarda sabab bo'ladi. Bolasini o'rganmaydi o'zi. Bola nimani xohlayapti, nimani istayapti, nimaga qiziqishi bor, hayotda nimani qilishni xohlayapti, qanaqa ilmga, qanaqa fanga qiziqishi bor buni. Maqsadlari nima? Bu narsalarga hech ham qaramaydi. Qaramaydi-da, o'zini shu bilganini qiladi. Keyin bir noto'g'ri ish qiladigan bo'lsa, sen o'zi shunaqasan, bunaqasan deb bolasini tanimasdan turib, hali uni muammolarini o'rganmasdan turib, muammolariga hali to'liq yechim bermasdan turib bolasini uradi. Bu katta xato. Hali bolani o'rganmasdan turib, u nimani xohlayapti, nimani istayapti, nimaga qarab ketyapti, maqsadlari nima? Bu narsani o'rganmasdan turib, bolani ba'zi narsalarga majburlashlik, uni yoki urishlik, sen eplolmaysan, qilolmaysan, yoki meni aytganimni qilmayapsan deb uni ba'zi narsalarga majburlashlik bu to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Oldin bolamizni tanib olishligimiz kerak. Bolamiz kim o'zi u? Ba'zan siz xohlayotgan narsani bola xohlamasligi mumkin. Siz xohlayotgan hunarni, bir kasbni, bir fanda u istamayotgan bo'lishligi mumkin. Uni boshqa narsaga qiziqishi bo'lishligi mumkin. Buni nima bilan bilasiz? Gaplashib o'tirishni bilan bilasiz. Buni nima bilan bilasiz? Uni gaplarini eshitishni bilan, uni maqsadlarini, his-tuyg'ularini, u nimalar o'tkazyapti ichidan, bu narsalarni o'rganishni bilan bilasiz. O'rganishlik nima bilan bo'ladi? Ularga quloq solishlik bilan bo'ladi. Mana bu bilan isloh kelib chiqadi. Muammolar ko'p, hayotimizda muammolar ko'p, lekin muammolarga to'g'ri yechim berilgan yo'q. Muammolardan biri shu: ota-onalar farzandlar bilan gaplashmaydi, farzandini bilmaydi, farzandini tekshirmaydi. Keyin bir narsa kelib chiqadigan bo'lsa, bitta narsani bolasi noto'g'ri ishni qiladigan bo'lsa, keyin bolasini soladi, uradi yo uydan haydab yuboradi. Keyin yomonlik yana ham ko'payib kattalashib ketadi. Oldindan bu o'lchanmagan, qaralmagan, baholanmagan, bilinmagan, tekshirilmagan, nazorat qilinmagan, ilm berilmagan, to'g'ri tushunilmagan, keyin orqasidan nimalar kelib chiqyapti. Juda ham ko'p oilalarda, bu jamiyatda, O'zbekistonda juda ham ko'p. Nafaqat O'zbekiston, butun atrofdagi yerlarda, joylarda, shaharlarda bu narsalar ko'rilib kelyapti. Muammoni ko'rib, muammoga to'g'ri yechim berib, muammoni to'g'ri qaytarib, to'g'ri ko'rsatmalar, yo'llanmalar asosida harakat qilishlik muammoni yo'qotadi, muammoni tugatadi. Lekin uni o'zini kallasi bilan, o'zini bilishi bilan, o'zini bilganicha harakat qiladigan bo'lsa, muammo hech qachon yechilmaydi, tugamaydi, balki muammo yana ham ko'payib boraveradi. Bularda agar tuzatadigan bo'lsa, inshaalloh farzandlarimiz to'g'ri tomonga qarab yuradi, harakatlanadi, ularni isloh qilishlik, ularni to'g'rilashlik, ularni tushunishlik, ularni yo'naltirishlik inshaalloh chiroyli bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo farzandlarimizni chiroyli, yaxshi tarbiya qilishga barchalarimizni muvaffaq qilsin. Allohu a'lam va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.